Uchinchi qism muammo. Zo'rku, nihoyat Sumon ko'nikmamda oshirdim. Stas sahifasi ochilsin. Endi menda Enhance ko'nikmasi bor. Bu Sumon ko'nikmalarimni oshira olaman degani. Men ham F darajali mahluqlarni ochdim, men kutganimdek. Lekin men ularni hali birga qo'shishim kerak. Yangi olish uchun xuddi Cho'pi bilan bo'lganidek, ha. Keyingi turi qanday? Qanday dashtarxo bo'lganda bu dahshatli bo'lardi. Shinryu. Vau, Crash. Yo xudoyim, bu meni hayajonga solyapti. Yana ham yaxshiroq yangilik, karta inventorim 20 dan 30 gacha ko'tarildi. Bu yana 1,5 buf degani, voy jonim. Oxirgi marta Sumon ko'nikmamni oshirganimga 2 yil bo'ldi. Qanday og'ir mehnat. Yaxshi, keyinroq tajribadan o'tkazishimiz kerak. Voy, debdi. Oh, haqiqatanmi? Men siz uchun idishlarni yig'ishtirib qo'yaman. Katta rahmat, Ali. Bu ishlarni yo'q qilib olganimdan keyin o'yna olaman. Oyijon, endi menda kichkina ukam bo'ladimi? Balkim uka, balkim opa. Hali buni bilmaymiz. U juda sekin tepadi. Shuning uchun uni qiz bo'ladi deb o'ylayapman. Unday bo'lsa, endi ism o'ylab topishimiz kerak bo'ladi. Sen menga qiz bolalarga ism qo'yishga va'da berganding, esingdami? Ha, yo'q, allaqachon senda fikr bormi? Qani, ko'raylikchi. Oh, meni mipim to'lib qolibdimi? Elmiya. Ehtiyot bo'l, bolam. Biz bu ilohni nomini behuda tilga olmaymiz. Kun davomida g'alati harakat qilyapsan. Senga nima bo'ldi? Hech narsa. Noo'rin vaqt bo'ldi, ishlab chiqaruvchilar. Qarang, dada, qo'lingizdagi jarohat tuzalib ketibdi. Ha, eski chandiqda aytyapsanmi? Men bugun to'ng'iz ovida ilohlarni sinovidan o'tdim. Ilohlarni sinovi? Bu biz ov qilayotganimizda vaqti bilan yuz beradigan maxsus hodisa. To'satdan energiya portlashi bo'ladi va barcha yaralar va charchoqlar yo'q bo'ladi. Keyin o'zimizni yaxshi his qilamiz. Voy, qiziq. Bu ularni shu dunyoda darajasini oshirishga qandaydir ta'siri bo'lishi kerak. Dadam to'ng'iz ovlashda tajribali, veteran. Uni statistikalarini ko'ra olmayapman, ammo uni darajasi albatta yuqori bo'lishi kerak. Mening chaqirish mahoratim oshgan bo'lsa ham, men hali 1-darajaliman. Men hech qachon XP ola olmayman agar biror bir yirtqich hayvonni yengmasam. Lekin eng yomoni krepostni o'yinlar ruxsatsiz qishloqni tark eta olmayman. Buni yagona istisnosi ov qilish. Qaniydi ovga qo'shilsam, hech qachon. Ov qilish o'yin emas, bu xavfli. Bu o'limga olib kelishi mumkin. O'zimni kuchaytirmoqchiman. Xo'sh, bu xabar nimaligini allaqachon bilsam kerak. Axir men shuncha zaharlanish haqidagi so'rovnomani yubordim. Bingo! Ular glitchli, matnlarni tuzatishda. Lekin aytib o'tish kerakki, biz hammaga ma'lumot berish uchun buyuk papaga bir oracle berdik. So'zlarning kulgili aralashmasi. Xullas, meni darajali ko'rsatkichlarim dozoq rejimida daraja olish sekinligi sababli ekanda. Lekin ular faqat xom ma'lumotlarni ko'rsatish uchun ilova yuborishdi. Zo'r, MP va zehniyat uchun S daraja, chaqiruvchi uchun to'g'ri keladi. Menda Karena bilan bir xil miqdorda S, A, B va C darajalari bor. Bundan shikoyatim yo'q. Harakatga arziydigan narsaga o'xshaydi. Garchi bu juda mashaqqatli bo'lsa ham. Xo'sh, tajriba o'tkazish vaqti keldi. Boshlanishiga DNKga kuchaytirishni ishlataman. Ajoyib! Bu jonzotni o'zini ko'rsatkichlarini oshiradi. Xuddi men o'ylaganimdek. Ayniqsa o'sha ikkita ko'rsatkichlar ular uchun buflar beradi. Lekin jonzotlarni kuchaytirish meni buflarimga ta'sir qilmaydiganga o'xshaydi. Keling buni sinab ko'ramiz. Chaqirish, DNK. Uning qanday ko'rinishdan kuchaytirilganini bilaman, garchi u kattaroq bo'lmasa ham. Bu chaqiruvchi faqat eng katta va eng yomon mahluqlarni olib chiqishdan ko'ra ko'proq narsa ekanligini isbotlaydi. Qiziqarli narsalar. Hali uxlamadingmi? Iya, hasharot. Yaxshi kun o'tkazing. Ehtiyot bo'ling, xo'pmi? Chaqirish va bekor qilish siklidan o'tgandan so'ng kartadagi yaxshilanishlar yo'qolmasligini bildim. Demak, agar MP'im yaxshi bo'lsa, men inventorimdagi barcha kartalarni yaxshilashim kerak. Qaniki, dadang bilan xayrlash. Xayr dada, yaxshi kun o'tkazing. Rahmat, keyinroq ko'rishamiz. Yaxshi kun o'tkazing.
Va tayyor. Men turli xil birikmalarni sinab ko'rdim, lekin men hali yangi tur ochmadim. Qolgan yagona imkoniyat bu safar omadim chopishi kerak. Hasharot F, qush F, birlash. Bu yangi karta. Lekin bu qanday qilib ot chaqiradigan jonzot bo'lishi mumkin? Xo'sh, menimcha bu hasharotlardan unchalik farq qilmaydi. Muhimi, menga kuchaytirishimni ko'rsat. Nihoyat MP kuchaytirish bilan keladigan jonzotga ega bo'ldim. Qanday ajoyib. Bu kuchaytirishga ega bo'lganim, bu men qila olaman degani. Bir kun davomida ancha narsalarga erishdim. Hozirgi tezligim bilan keyingi darajaga o'tishim uchun qancha 10 yillar kerakligini bilmayman. Ammo bu bola bilan bir necha yilga qisqarishi mumkin. Bu juda katta yangilik. Xo'sh, keling uni nimaga qodirligini ko'raylik. Ha, to'g'ri. Unga ism qo'yishim kerak. Xo'sh. Ha, sen Oppo bo'lasan. To'g'ri, unchalik original emas. Sen jang qilish uchun yaratilgansan shekilli, ha? Seni qobiliyating xushbo'ylik. Oppo, o'z mahoratingni ishlat. Shunaqami? Shu xolosmi? Hazillashyapsanmi? Aytmoqchimanki, undan efer moyiga o'xshagan hidi kelsa kerak. Ajoyib, endi zerikarli hovlimizdan botanika jannatiga aylanishga bir qadam yaqinlashdik. Ha? Men nima, bir isekay bog'bonimanmi? O'sib qo'yganing uchun rahmat, Ay. Tushlik vaqti ham bo'lib qoldi. Voy, yo'q. Qaytadan kartaga aylan. Apo. Ishlamayapti. Men bu niholdan qutula olmayapman. Voy, bu yerda doim nihol bo'lganmi? Bilmadim. Uning judayam yoqimli hidi bor ekan. Shunday. Bu narsani nimasi bor? Uni kuchaytirishdan tashqari foydasi bormi? La'nati, men u bilan hali ham raqobatlasha olmayapman. Hey, Ali. Siz biroz kuchayganga o'xshaysiz. Rostdanmi? O'ylab qarasam, meni qilich mahoratim ko'nikmasi hammasi 3-darajali. Qolaversa, inventarimning kengayishi menga chidamliligim va hujumni oshirishga ko'p joy berdi. Shunday bo'lsa kerak. O'ylaymanki, oldingi hid ko'nikmasining jangga qandaydir ta'siri bormikan? Masalan, u kuchaytirish berishi mumkin. Aslida, to'xta, esimga tushdi. Fido mening chaynash deb nomlangan hujum ko'nikmasiga ega birinchi chaqiruvim edi. Men uni ishlatib ko'rishni xohlayman, lekin uni odamlarga ishlatmasligim kerak. Nima bo'ldi? Hech narsa! Meduzaday mendan uzoqlashmang, qo'rqib ketdingiz. O'ylay agar men bu narsani uloqtirayotganimga 20 mingdan ortiq bo'ldi, lekin darajamni oshirganimga hech qanday alomat yo'q. Akajon, bu zerikarli. Kechirasan, biroz kutib tur, hopma. Men allaqachon mashqga qarashim va oyimga yordam berishim kerak, chunki u homilador. Bundan tashqari men chaqiruv darajasini oshirishimga e'tibor qaratishim kerak. Bu shunchaki sarflangan vaqtga arzimaydi. Shunday qilib men uloqtirish ko'nikmasini mashq qilishni to'xtataman. Faqatgina darajamni oshirishdan bir marta uloqtirish uzoqligimni o'ylashni yomon ko'raman. Bu to'xtashni imkonsiz qiladi. Ey, bu qanaqa daraxtlar? Bilmadim. Hozir bizda deyarli bog' bor, lekin ular shunchaki joy egallashyapti. Sinovlardan so'ng bir nechta narsalarni aniqladim. Asosan Apponing aroma qobiliyati mp tiklash vaqtini 6 soatdan 5 soatgacha qisqartirishi mumkin. Bu esa menga yanada ko'proq kundalik ishlarni bajarishga imkon beradi. Lekin rostini aytsam, hech qachon vaqtim yetarli bo'lmagandek tuyuladi. Dadam ancha kechikdi. Ha, shunday. Gerchi u bugun yaqin joyda ishlayman degandi. Voy, Rodin, chida. Uni tushirib yubormaslikka harakat qilinglar, yigitlar. Voy, eshit, seni deyarli uyga olib keldik. Biz uddaladik, seni o'ylang shu yerda, Rodin. U yomon zarba oldi.
To'g'ri qorniga to'ng'iz tishi sanchildi. Meduza daybingdan uzoqlashmang. Azizim. Uni yaralari xuddi kuydirilgandek ko'rinadi. Biz uni shifobaxsh o'tlar tufayli saqlab qolishga muvaffaq bo'ldik. Shifobaxsh o'tlar? Moyaler ziguli. Nima rostdan? Ammo bu qimmatbaho narsani qanday qilib oldingiz? Eslaysizmi? Kecha reysserlar kelgan edi. Reyna bilan bo'lgan voqea uchun uzr so'rash sifatida reysserlar sardori menga bir nechta oltin tangalar bergandi. Ularsiz bizga qiyin bo'lardi. Xo'sh, bularni barchasiga o'sha ahmoq oddiy odam aybdor. Bu endi yetarli. Keling birgalikda qat'iy qadam tashlaylik. Qani Gerda? Nima bo'lyapti? Xavotir olma, hammasi yaxshi, Mash. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ularga biroz tinchlik beraylik. Sizlar uyga qaytinglar. Hech qanday shoshilinch ish qilmanglar, eshitdinglarmi? Aslida nima bo'ldi? Oddiy odam haqiqatan ham aybdormi? Bir necha kun oldin bizga oqsoqoldan chaqiruv keldi. U oddiy odamlarni to'ng'iz ovimizga qo'shilishga ruxsat berishni xohladi. Nega? To'ng'iz go'shti ular uchun qimmatli. Garchi uni ko'p qismi baronga berilsa ham, qolganlari biz ovchilar o'rtasida bo'linadi. Albatta, ba'zida uni tuz yoki o'tin, shunga o'xshash narsalar bilan almashtirishimiz mumkin, ammo uni boshqa yo'llar bilan topish qiyin. Shunga qaramay, hech qanday oddiy odam o'z xohishi bilan ovga bormagan. Bu juda xavfli, har yili qurbonlar bo'ladi. Shunga qaramay, biz krepesnoylar baribir shunday qilamiz, chunki bizni tirikchiligimiz manbai. Bizda bu borada tanlov yo'q. Xo'sh, oddiy odamlar qanday qilib bu safar qatnashishga qaror qilishdi? Chunki ular krepesnoylar orasida qahramonlar haqida gap eshitishdi deb o'ylayman. Krena demoqchimisiz? Yo'q, Rodin haqida gapiryapman. Eslaysanmi, Serzonov Rodinni hammani oldida afsona deb atagan edi. Eshitishimcha, Rodin ovlarda eng xavfli rolni o'z zimmangga olarkansan. Bir tomondan qaraganda bu rasmiy tasdiqqa o'xshab qoldi. Hamma Rodin atrofida bo'lsa, oddiy odamlar ham ovda xavfsiz bo'ladi deb o'yladi. Endi tushundim. Na men, na Rodin, havaskorlar ovchilikka aralashishga xursand emas edik. Lekin biz oqsoqoldan kelgan buyruqlarni rad eta olmasdik. Eng yomoni, ov boshlanishidan oldingi kunlarda jiddiy mashq qilmaydigan dangasalar bor edi. Ehtimol ular o'zlaricha kibrlangandirlar. Birgalikda hujum qilinglar. Va nihoyat, bugun ov boshlanishiga kelganda mana kelyapti. Biz oddiy odamlarga eng oson ishni berdik, to'ng'izni e'tiborini ushlab turish. Ammo vaqt kelganda ahmoqlar! Ular butun strategiyani buzib tashlashdi. Shuning uchun biz vaziyatga qarab ish qilishga majbur bo'ldik, lekin ehtiyot bo'linglar. Yaxshiyamki biz to'ng'izni o'ldirishga muvaffaq bo'ldik. Rodinning go'sht ulushlarini ertaga olib kelaman. Tereza, Alin, u uchun kuchli bo'linglar. Men shunchalik omadsizman. Hatto yordam berishga ham harakat qila olmadim. Keling, ona, sizning o'rningizga o'taman. Buni o'zim qila olaman. Sen yotib dam olgin. Lekin To'ng'iz, Rodin, Terezia. Dada. Dada. Men o'zim bilan nima qilib yuribman? Men o'zimni kuchaytirish bilan butunlay band bo'ldim. Lekin maqsadsiz, kuchning nima keragi bor? Bu odamlar uchun o'yin emas. Bu shafqatsiz dunyo, ular omon qolish uchun bor kuchlari bilan harakat qilishyapti. Meni himoya qilishim kerak bo'lgan ukam bor va yana tug'ilish kerak bo'lgan ukam yoki singlim. Xo'sh, sen uyg'oqligingni ko'rish yaxshi, Rodin. Lekin men hali ham yomon ahvoldaman. Mana seni go'sht ulushing. katta rahmat. Hech narsadan xavotir olma. Biz oilangni qish bo'yi ta'minlashga ishonch hosil qilamiz.
Faqat tuzalishga e'tibor qarat. Ajoyib. Sizni bezovta qilganim uchun uzr. Eshiting dada. Faqat dam oling va hamma narsani menga topshiring. Va'da qilaman. Men oilamizni xavfsiz saqlayman. Ehtiyot bo'l, Alien. Bu sen ko'tarishingga juda og'ir bo'ladi. Hamkorligingiz uchun rahmat. Hop. Baquvvat qo'yib qoldim. Endi o'zimni boshqacha tutish vaqti keldi. Bu qishloqda allaqachon Karina degan kelajagi porloq qahramon bor. Shunday ekan menda qobiliyatlar yo'q. Krapostnoy biroz e'tibor tortsa hech nima qilmaydi. Men barcha kuchlarimni jismoniy ko'rsatkichlarimga sarflashga qaror qildim. Shuning uchun MP ko'rsatkichlarimdan voz kechdim. Oila hamma narsadan ustun. Rahmat, Alien. Buni ko'tarish qiyin bo'lgandir. Bu hech narsa emas, oyi. Bugun tushdan keyin kartoshka yig'ishga yordam beraman. Janob Gerda menga qanday qilishni o'rgataman dedi. Unga minnatdorchiligimni yetkazib qo'y. Diqqat bilan qara, kartoshkalarni ildizlari bilan tortib olasan. Voy, sinab ko'rchi. Xo'p, mana shundaymi? Yo'q, unday emas. Senga ikkita qo'l kerak menimcha. Ha mayli. Seni har doim baquvvat deb bilardim, lekin o'ylaganimdan ham kuchliroq ekansan. Ha, bu meni otamdan o'tgan. Shuncha mehnat qilib kartoshka yig'sak-ku, lekin baron yarmidan ko'pini olsa, Kropostnoy bo'lish juda qiyin. Qishdan eson-omon o'tib olish uchun bizda yana kechirasan. Rodin, seni tuzalayotganingni eshitdim. Shuning uchun mana bu mevalarni qabul qiling. Saxiyligingiz uchun rahmat. Oli, tezroq. Bu men aybim edi. Men hammasini buzdim. Shuning uchun men eng samimiy uzrimni qabul qiling. Demak, bu otam qutqargan ahmoq ekanda. Kechirim so'rash bilan hech narsa tuzalmaydi. Keyingi safar ehtiyot bo'l, xo'pmi? Agar o'qilishni davom ettirmoqchi bo'lsang, albatta. Xo'p bo'ladi. Buni qalbimga joylayman. Otam shunchalik saxiy. Sizning xatoyingiz erimning hayotiga zomin bo'lay dedi. Har kimning qaytadigan oilasi bor. Ijtimoiy tabaqasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, iltimos, buni yodda tuting. Rodin, xudoga shukr, yaxshimisan? Hali ham yaxshi emas, lekin xavotirlanishga hojat yo'q. Kel yana bir bor ovga boramiz, do'stim. Ahmoq, hali erta. Mana biz senga g'amxo'rlik qilishga keldik. Turishni bas qil. Xotinlarimiz buni tayyorladi. Buni qabul qil, iltimos. Biroz kuting. U hali tuzalib ketadi. Mening Yaponiyadagi eng yaxshi ota-onalarim bor. Yoki bu dunyo nima bo'lsa ham. Bu yetarli bo'lish kerak. Chaqirish, Happer. Xo'sh, endi ikkinchi qadamga o'tamiz. Bo'ldi, provektdan foydalan. Bilaman, bu eng ko'p ishlatiladigan tuzoq. Lekin u menga 50 dan ortiq o'rdak yoki yovvoyi qush olib kelsa bo'ldi. Shunda qishdan yaxshi o'tamiz. Qani ahmoqlar. Afsuski, ularning mahoratining diapazoni yetarli emasmi? Bu ish bermayapti. Yana boshdan boshlashga to'g'ri keladi shekilli. Yovvoyi qush kelmoqda. Ajoyib. To'xta. Yo'q, hech qanday iloji yo'q. Bu Albeheronmi? Men ular bir necha qushni jalb qiladi deb o'ylagandim. B darajali maxluqda emas. Bu men nomimni olgan maxluq. U juda kuchli ko'rinadi. Yaxshisi qochib qolay. Meni kuch mahoratim hozir 2-darajaga ko'tarildi. Bu maxluqlar kuchini oshirishi mumkin. Va men allaqachon inventorimdagi har bir chaqiruvni kuchaytirdim. Bunga urinib ko'rishga arziydi. Men oilamni ta'minlashga yordam berishim mumkin va bundan tashqari hardkor o'yinchilar hech qachon qiyinchilikdan qochishmaydi. Chaqiruv, Pido.
nihoyat ularni haqiqiy jangda ishlatish imkoni bo'ldi. Yo'qol, miyasiz qush. Voy Jennerson, bunga tupurdim. Men bu avval kutganimdan ko'ra ko'proq ta'sir qildi. To'g'ri, men har bir mag'lub bo'lgan chaqiruvchi maxluqimdan bufflarni yo'qotib kelyapman va bu meni zaiflashtiryapti. Va bu chaqiruvchi bo'lishning eng katta kamchiliklaridan biri. Bu yomon. Bu men uchun oxiri bo'lishi mumkin. Anime Meduza Diving kanali uchun maxsus ovozlashtirildi. Ovoz berdi Akito va qillardan bilmadim. Va animeni keyingi qismlarda ko'rishmaymiz degan umidaman. Keyingi qismlarda ko'rishguncha xayr. Sizlar bilan Meduza Diving bo'ldi. Meduza Divingdan uzoqlashmang. 答えをくれたから大切だと思えば思うほどなぜなくす時を想像してしまうの